Qo'limizdagi telefonga zaryadka kerak. Kim bir marta, kim ikki marta zaryadka qiladi. Shu zaryadkasi tugab qolsa telefon tushib qoladi. Siz bilan biz birodarlar, namozimiz bir kundagi 5 marta qilinadigan zaryadka. Dunyo bilan bo'lib, qalbimiz dunyoga berilib, siqilib, bo'g'ilib turgan paytimizda namozga kelsak, bir iymonimiz quvvat oladi-da zaryadka olib qolamiz. Haftalik zaryadka bor. Bu juma namozi. Oyat, hadis, qissalar. Endi yillik bo'ladigan zaryadka bor. Bu nima? Ramazon ro'zasi. Bir yillik ozuqani olishligimiz kerak. Ramazon sabr oyi birodarlar. Shuning uchun Alloh azza va jalla siz bilan bizga Ramazon ro'zasini buyurdi. Allohga kerakmi biz ro'za tutishimiz? Kerak emas. Nimaga buyurdi? Har bitta buyruqning orqasida hikmat bor.